Assalomu alaykum Lip Motorchilar. Sizlar bilan YouTube kanalimizga hamma Lip motorlarimizni to'liq obzorini qo'ygan edik, lekin 26 reselling pozitsiyalarini hali qo'ymagan edik. Ushbu videomiz obloshkasidan ko'rganinglardek, bugungi videoda Lip Motor C11 26 reselling pozitsiyasini to'liq obzorini qo'yamiz. Avtomobilimizni oldin o'rtasini ko'rishingiz mumkin. Dizayni ozgina o'zgargan. Esinglarda bo'lsa 25-yil pozitsiyasida farasi ushbu joyda joylashgan bo'lardi. Bu resellingimizda o'sha farasi pastki qismga ko'chirilgan. Undan tashqari, mana bu liniyasi eski pozitsiyasida ingichkaroq bo'lgan. Bu pozitsiyada o'sha liniyasi ham qoshlari ancha kengaygan va chiroyli dizaynga kelgan. Bu yoqda ko'zga tushadigan narsasi ushbu avtomobilimizga ham lidar qo'shilgan. Esinglarda bo'lsa 25-yil pozitsiyalarda C16 larda ham lidari bo'lardi, lekin ozgina kattaroq bo'lgan. Bu resellinglarniki 16niki ham 11niki ham hozir lidarlar ozgina kichraytirilib, chiroyli dizaynga ega bo'lgan. Bu yoqda yana ko'zga tushadigan narsasi R20 razmerlik diska, o'sha nos supportlari yashil qilib ishlangan. Bu ham o'ziga yarasha vid berib turibdi. Bu yoqqa ko'radigan bo'lsak, o'sha 2 qavatli bezramishli oynalarimiz bor. Salon qismini ko'rishingiz mumkin. Korичневый svetda juda ham chiroyli o'zgacha dizaynga ega bo'lgan. Xo'sh, bu yoqda head-up displeylarimiz qo'shilgan. Undan tashqari Face ID'lari bor va ushbu avtomobilimizni ikkita oldi sidenasiga massaji ham qo'shilgan. Avtomobilimizni salon qismini ko'rishingiz mumkin. Eski C11 dan umuman asar ham qolmagan, ya'ni juda ham chiroyli o'ziga yarasha dizaynga ega bo'lgan. Bu yoqda boshqa atmosfera, boshqa dunyo juda ham chiroyli. Endi meni o'zimga shaxsiy fikrim salon qismi juda ham yoqdi. Undan tashqari bu choko svetligi, ya'ni bu ham yangi chiqqan rang hisoblanadi. Eski pozitsiyalarda umuman bo'lmagan, eski 23-yil C11 larda xuddi shunaqa choko svetlari ham bo'lardi. Baribir bu resellinglarniki o'zgacha bo'lib ishlangan. C11 reselling pozitsiyasi faqatgina dizaynda farq qilmaydi, ya'ni passajirda atamankasi ham qo'shilgan. Bu juda ham qulay hisoblanadi. Undan tashqari head-up displey qo'shilgan. Ya'ni skurslarni gologrammali bo'lib, lobovoydan shunaqani ko'rsatib turadi. Katta skursda ketayotganda bu juda ham qulay hisoblanadi. Orqa qator dizaynni ko'rishingiz mumkin. Haqiqiy o'zini sevadigan bagati insonlar uchun moslashtirilgan, ya'ni maza qilib juda ham udobni ketadi. Ko'rayotganingizdek, oldi sidena anchagina orqaga surilgan. Oldi sidenada ham ancha joy bor va mani oyog'imda ham shuncha masofa bor. Undan tashqari ikkita sidenamizda ham xuddi shunaqa joylari bor. O'sha dokumentlarni, kerakli bo'lgan narsalarni solib qo'yish uchun. Bu yoqda orqa qatorda ham klimat kontrollari bor, ya'ni abdufabagrev muzika upravleniyalarni boshqarib ketsanglar bo'ladi bemalol. Pastki qismida ham yana bitta bizada mini bari bor, ya'ni o'sha suvlar bo'lsa yoki sneklar bo'lsa, shundan solib qo'ysanglar bo'ladi. Bu yoqda ko'rishingiz mumkin USB Type-C portlari ham bor va o'zini deflektorlari bor. Orqa qatoriga ham graduslarni alohida qilib boshqarsa bo'ladi. Eng qiziq joyi juda ham ko'plar so'raydi. Bu yoqda bizada pastekalnik yo'qmi? Ya'ni bu tekis ketgan, ko'rishingiz mumkin, teshigi yo'q. Bu nima uchun bunaqa qilingan? Qo'lni qo'ydinglar, ketyapsizlar, sizlarda suv bor. Mana buni bitta bossanglar, mana bizaga pastekalnik joyi chiqadi. Ya'ni ko'rayotganingizdek, agarda sizlarda suvlar yo'q bo'lsa, pastekalnik kerak emas bo'lsa, mana bu yerda teshigi turmaydi. Qo'lni qo'yganda udobstvoni qanchadir miqdorda yo'qotadi. Agarda mana bu yerda plasmas teshigi bo'lsa, bunda yo'qligi hisobiga qo'lni qo'yganda maza qilib ketasizlar. Agarda sizlarda suv yo'q bo'lsa, yopib qo'yasizlar bo'ldi. Qo'lni qo'yib ketish uchun juda ham zo'r hisoblanadi. Shuning uchun o'zini sevadigan bagati insonlar uchun deb aytdim. Bagaj qismi albatta bizada elektroprivat holatda ishlaydi, ya'ni o'zi ochilib, o'zi yopiladi. Ko'rishingiz mumkin, bagajlari ham anchagina keng. Sizlar xohlasanglar, mana bu sidenani shunda yotqizib qo'yadigan bo'lsak, yana ham katta bagajga ega bo'ladi. Va ushbu avtomobilimizda ham o'zini zavodskoy subwooferlari bor, pishalkalari bor, kolonkalari bor. Общий hisobda 21 ta akustika bor deb aytiladi. Eski C11 larda 12 ta bo'lgan, o'sha bu resellinglarda 21 ta hisoblanadi. Bu yoqda ko'rishingiz mumkin, monitor dizayni o'zgartirilgan, ya'ni eski pozitsiyalarimizda prosta fonni o'zi turardi. O'sha bu yoqda mashinamizni полностью 3D formatda ko'rsak bo'ladi va shu o'zidan bagajlarni ochib yopish barcha funksiyalardan foydalansak bo'ladi. Bu yoqda o'sha почти bir xil funksiyalari keyin aytish esimdan chiqib qolibdi. Ushbu avtomobilimizda освежитель ham qo'shilgan, zavodskoy. Bu yoqda bemalol boshqarsak bo'ladi. Mana 3 ta o'zini zavodskoy освежитель bo'ladi. Qaysi birini hidi sizlarga yoqsa, o'shani
yoqib qo'yib bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Undan tashqari nastroykalar o'sha. Bu yoqda tepaga zaryadkalarni ham o'zi avtomatik chiqarib beradi. Eski pozitsiyalarda faqat nastroykaga kirib, ushbu joydan ko'rish kerak bo'lardi. Bularda sirazu o'zida ham chiqarib beryapti. Men iminni monitordagi funksiyalarga bu videoda unaqa ko'p to'xtalmayman. Alohida video qilamiz. Polностью hamma monitordagi funksiyalarni men qanaqa to'g'ri ishlatish kerakligini alohida video qilib chiqaraman. Ushbu avtomobilimiz elektromobil hisoblanadi va batareyasi ham ozgina kuchaytirilgan. Ya'ni eski Sion 1larimiz 580 km masofani bosib o'tsa, ushbu restyling pozitsiyamiz 640 km masofani bosib o'ta oladi. Gibrid variantlari bir xil, eskilari bilan ya'ni 300 km tokida bosib o'ta oladi. Ushbu avtomobilimizning narxini men opisiyaga yozib qo'yaman, bemalol ko'rib olsanglar bo'ladi. Xuddi shu Leapmotor Sion 1imizning restylingi ikki xil pozitsiyasi bor. Ya'ni xuddi shuni head-up displeyi va atamankasi, ikkita oldi sezerada massaji, undan tashqari orqa qatordan klimat kontrolini boshqara olmaydi va salon podsvetkasi yo'q varianti bor. Ushbu videomiz sizlarga manfaatli bo'lgan bo'lsa, bitta like bosishni unutmanglar. Kommentariyaga o'zingizlarning fikringizni yozib qoldiringlar. Hammaning kommentariyasini o'qiymiz. Bundan keyingi obzorimiz Leapmotor C16 ni 2026-yil restyling pozitsiyasi bo'ladi. Bizlarni kuzatishda davom etinglar.